Bugun men sizlarga qimmat massajli kreslolar bilan arzon massajli kreslolarning bir-biridan farqini, nega unaqa narxda tafovut bor, sifatida va boshqa taraflama farqlarini va tafovutlarini men sizlarga ochiqlab bermoqchiman. Birinchi o'rinda arzon massajli kreslo bilan qimmat massajli kresloning umri jihatdan gapiradigan bo'lsak, uni ko'rishingiz mumkin. Relasoda deyarli arzon narsa yo'q. Narxlari o'rtacha hamyonbop narxlar bor va premium ko'rish bo'lgan massajli kreslolar bor. Lekin ayrim brendlar bor. Endi uni umumiy aytib o'tmaymiz. Qimmat brendlar bor. Narxi $10,000 dan ham yuqori sotiladigan modellar bor. Ular bilan deyarli sifati bir xil bo'ladi. Dizayn jihatdan ham, sifat jihatdan ham bemalol ko'rishingiz mumkin, sifat talashib qo'yadi. O'zi vitrinada turgan holatda ham bu narsani aytib turibdi. Lekin budjetning hamyonbop narxlarini arzondan farqini men sizlarga ochiqlab bermoqchiman. Oddiy bitta Fiona modelini timsolda ko'radigan bo'lsak, bu massajli kreslomizdan umri jihatdan keladi, umumiy gapirmoqchiman. Oddiy kojasi keladigan bo'lsak, qimmatroq massajli kreslolarning koja qismi eko lazer, ya'ni eko charmdan ishlangan bo'ladi. Bu narsa oddiy dermatik materialga nisbatan uzoqroq xizmat qilib beradi. Bundan tashqari, yurganingizda ham, o'tirib turganingizda ishqalanish kuchida farqi. Misol uchun, har safar o'tirganingizda har safar ishqalanadi, rangi o'chadi, boshqa taraflama farqi bo'ladi. Dermatik material bilasizlar, tez taylatadi, hidlantiradi. Bundan tashqari, tez to'kilib ketadi. Bu narsa uzoqroq xizmat qiladi. Bundan tashqari, bu massajli kreslodagi umumiy ichki qismida ishlash mexanizmi bo'ladi. Ana o'sha ishlash mexanizmi oddiy kreslonga nisbatan bu massajli kreslolar, ya'ni relasion modellarida umri uzoqroq bo'ladi. Misol uchun, o'rtacha sharikli yoki arzon massajli kreslolar 1 yildan 3 yilgacha xizmat qiladigan bo'lsa, bular 5 yilgacha xizmat qiladi va undan yuqoriroq xizmat qiladi agar siz texnika xavfsizlik qoidalariga rioya qilib to'g'ri foydalanadigan bo'lsangiz. Keyingi jihatdan dizayni. Ko'rishingiz mumkin, kreslolarda italyanskiy uslub bor, high-tech uslub bor va umumiy Yevropa uslubida ishlangan modellarimiz bor. Asosan Relasoda italyancha uslubda ishlangan ko'rishingiz mumkin modellarimiz sotiladi va kapsula ko'rinishida bo'ladi va Dreamliner ko'rinishida bo'lgan massajli kreslolarni sotuvga olib kelib qo'yganmiz. Oddiy massajli kresloni, ya'ni arzon massajli kresloni sizlar hayotda ko'radigan bo'lsangiz, bittada farqini bilasizlar. Dizayni, materiali, ishlatilgan mahsulotlari bittada ko'nglingizga o'tirmaydi, defekti bo'ladi. Aynan aytib o'tmoqchi bo'lgan narsam mana shu tikilish choklarida ko'rishingiz mumkin. Yaqindan bitta kamerada ko'rsatamiz. Choklarni ko'rishingiz mumkin. Bir tekisda tikilgan, defektlari yo'q, ipi chiqib qolgan joyi yoki tekshayib ketgan, bittasi katta, bittasi kichkina bo'lib qolgan joylari yo'q. Arzon modellarda brendini aytib o'tirmayman. Xuddi shunaqa narsalar ko'p holatda bo'ladi. Bundan tashqari ochilib qolgan joylari bo'lishi mumkin. Imini mana shu bitta yaxshi tikilmagan joydan ham bilasiz so'kilib ketadi. Kreslo uzoqqa xizmat qilmasligi ham mumkin. Dizayni ham xuddi shunaqa va rangli. Bu premium massajli kreslolarni zavod o'zida injenerlar rasmini chizishadi. Rasm chizib tasdiqlangandan keyin bu modellar yasaladi. Arzon kreslolar asosan sexda yasalgan bo'lganligi uchun naglaz yasaladi. Misol uchun, bor materialdan, bor imkoniyatdan kelib chiqib, ishlatib, foydalanib, butun dunyoga tarqatishadi arzonchilar. Premiumlar, ya'ni narxi balandroq bo'lganlar qanaqa qiladi degan bo'lsak, aytib o'tgandek, injenerlar rasmini chizishadi, rasmni chizgandan keyin yasashadi. Keyin taqdimot qilinadi. Misol uchun, siz istagancha agar bu rang yoqmasa, boshqa rangga almashitishingiz mumkin. Misol uchun, ichki koja qismi hozir bunda bejli bo'ladigan bo'lsa, qoraga, seriga, oqqa yoki boshqa rangga bemalol o'zgartirishingiz mumkin. Lekin arzonchida bu qobiliyatga ega bo'lmaydi. Bundan tashqari, ichidagi mexanizmga keladigan bo'lsak, buni ichida massaj qilingan mexanizmi ayrim modellarga nisbatan boshqacharoq uslubda ishlangan bo'ladi. Hozir maslaga buni ichini ochib ko'rsatib beraman. Ichki qismi yonida zambuklari bo'ladi, ochish uchun oson qilingan bo'ladi. Bemalol buni ochib, o'zingiz yuvganda ham foydalanishingiz mumkin. Qo'shimcha sifatida aytib o'tib ketyapman. Buni ko'rishingiz mumkin. Hozir maslaga buni ichki qismini ochib ko'rsatib bermoqchiman. Bitta oddiy modelni maslaga obzorda, masalan uchun timsolda ko'rsatib bermoqchiman. Mana ko'rishingiz mumkin. Roliklari geliviy bo'ladi va o'zining robot mexanizmi bor. Oddiy arzonchi mexanizmida, ya'ni sharikli modelda yoki rolikli ham arzonida aynan shu qismi geldan bo'lmaydi. Asosan plastik, ABC plastikdan ishlatilgan bo'ladi yoki qaysidir boshqacha qanaqadir quyma material bo'ladi. Bu narsa odam badaniga botadi, yoqimsiz his beradi. Bundan tashqari, buning ichida robot bor, o'zi ketma-ketligi bo'yicha 30 xil, 20 xil, 10 xilga qarab massaj qiladi. Arzonchilarda bo'lsa, bunaqa robot mexanizm, sun'iy intellektli bo'lmaydi va sizni shunchaki pastga tushib chiqadi, plastmassa badaningizni teshini hisobiga qanaqadir massaj hissini berishi mumkin, lekin u massaj emas. U to'g'ri ketma-ketlik qilinmaydi. Va arzonchi modeli sizni skaner qilmaydi. Badaningizni skaner qilmaydigan bo'lsa, misol uchun, bo'yi 150 odam massajga kresloga o'tirdi, lekin rolik 175 bo'yli odamga moslashgan. Massaj qilsa yoqimsiz bo'ladi. Sizni ortib tashlash mumkin. Premium modellarda, ya'ni narxi balandroq bo'lgan modellarda bu narsa skaner qiladi. Badaningizni misol uchun siz bo'yingiz 150 bo'ladimi, 190 bo'ladimi, 180 bo'ladimi, sizga moslashib, hajmga ham moslashib,
keyin massaj qiladi. Shuning uchun ham sizga massaj yoqimli hissi bo'ladi. Shu narsalarga ahamiyat berishingiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari bu modellarning garantiyasi ham katta narsa rol o'ynaydi. Agar siz misol uchun rasmiy showroomdan xarid qilgan bo'lsangiz, sizga обязательно garantiya pechatlari bilan taqdim qilinadi. Agar siz bozor yoki ko'chadan oladigan bo'lsangiz, og'zaki garantiya bo'lishi mumkin. Mabodo buzilib qoladigan bo'lsa ham, buzilmasin, buzilib qoladigan bo'lsa ham telefon qilsangiz, o'zingiz buzgansiz, to'ki o'ynagan yoki deb bolalaringiz buzib qo'ygan deb har xil bahonalar bilan yo'q bo'lib qolishadi. Lekin rasmiy joydan xarid qiladigan bo'lsangiz, garantiyalar yozilgan bo'lsa, bemalol qonuniy ham bu narsani olsangiz bo'ladi. Ko'pincha rasmiy kelganlar servis xizmati bo'ladi, uyingizga borib ham hal qilib berishadi. Aynan relasyoda shu narsa davomiy ishlab keladi. Mabodo siz relasyodan kreslo xarid qiladigan bo'lsangiz va qanaqadir texnik baribir ish bor joyda xato bo'ladi, muammolar bo'ladigan bo'lsa, telefon qilsangiz, butun O'zbekiston bo'ylab servisimiz ishlaydi. O'zimiz uyingizga, ishxonangizga yoki bo'lmasam boshqa tijoriy tashkilotlarga qo'ygan bo'lsangiz ham ko'rib, ishlatib, zapchast almashtirish kerak bo'lsa, zapchastlarni ham almashtirib beramiz. Rekonstruksiya qilish kerak bo'lsa, rekonstruksiya ham qilib beramiz. Relatsionni hamma modellariga hozircha 1 yil bepul garantiya servis xizmati ishlayapti. Siz ham o'zingizga ishonchli brenddan sifatli kreslo xarid qilmoqchi bo'lsangiz, qayerdan qanaqasini olishni bilmayotgan bo'lsangiz, bemalol Relaso showroomga kelib, mana o'zingiz ko'rganingizdek foydalanib ko'rib, sifatlarini ko'rib, mutaxassislar bilan maslahat qilib xarid qilsangiz bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab o'zimiz yetkazib, o'rnatib, chiroyli qilib qo'yib beramiz. Ya'ni qo'shimcha xizmatimiz ham bor. Agar bu sovg'a yoki hadyaga bo'ladigan bo'lsa, korobkasini ustiga chiroyli qizil bantiklar bilan qilib, tabriknomalarni qo'yib, o'zimiz olib borib beramiz. Pastda ham qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Butun O'zbekiston bo'ylab aytganingizdek, o'zimiz olib borib beramiz.